Bugun dunyo hamjamiyati uchun jiddiy xavf hisoblangan terrorizm va uning har qanday elementiga nisbatan murosasiz kurashishni zamonning o'zi talab qilmoqda. Ayni shu ma'noda Davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan keng miqyosli tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilyapti. Jumladan, ichki ishlar idoralari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Suriyadagi jangarilarga pul yuborib, terrorizmni moliyalashtirish jinoyatini sodir etgan bir guruh shaxslar faoliyatiga chek qo'yildi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155.3 moddasiga ko'ra, terrorizmni moliyalashtirish og'ir jinoyat hisoblanib, bunday qilmish sodir etganlar 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Toshkent shahri, Samarqand, Buxoro, Andijon va Farg'ona viloyatlarida yashovchi 1987 va 1998-yillar oralig'ida tug'ilgan 8 nafar fuqaro Abdulmuhsin Usmonov degan kimsaning g'oyaviy psixologik ta'sirlari oqibatida unga tegishli hisob raqamlarga pul o'tkazib berishgan. YouTube'da video ko'rganmiz, videoda tagida hisob raqam qoldirgan, shu hisob raqamga o'tkazsanglar bolalarga yordam beramiz. Shunga pul o'tkazganman. O'sha videoni ko'rib qoldimda, ishonish oqibatida men ham o'sha yerga pul yuborib qo'ydim. Usmonov Abdulmuhsin Abduvohidovich 1996-yilda tug'ilgan. Qirg'iz Respublikasi fuqarosi, Suriya davlatidagi G'uroba katibasi terrorchilik tashkilotining media blogeri, terrorizmga oid jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, Qirg'iziston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Saad Muxtor taxallusi bilan tanilgan mazkur shaxs Telegram messenjeri orqali Falastinda jabr ko'rgan musulmonlarga ehson qilish niqobi ostida pul yig'ish bilan shug'ullangan. To'plangan mablag'lar esa G'azo sektorida og'ir sharoitda qolgan mazlumlarga emas, balki Suriyadagi jangarilarning oziq-ovqati, kiyim-kechagi va qurol-yarog'i uchun sarflangan. Achinarlisi, sudlanuvchilarning aksariyati oilali va jamiyatda o'z o'rniga ega insonlar bo'lishgan. Ota-onam o'zlari yemay institutda o'qitgan, karyera qildim. O'sha yaxshi ishga joylab qo'yishdi, uyli joyli qilishdida, endi bolamni rohatini ko'raman deganda, meni bir ehtirosga berilishim, meni bir narsani tekshirmasdan darrov ishonib ketishim oqibatida men ota-onam juda ham qattiq qiynab qo'ydim. Sud hukmi bilan qonunbuzarlarning 7 nafariga 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi, bir nafariga esa 4 yil 4 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Oilada bitta o'g'il farzandman. Men ota-onam shu joylarga kelishiga majbur qilganim uchun men o'zimni afsuslanaman. Ota-onamga ko'p aytaman, doim kechirim so'rayman. Ularga loyiq farzand bo'lganim uchun chiqib borsam, yaxshi farzand bo'lishga harakat qilaman. Davlat xavfsizlik xizmati ogohlantiradi. Ijtimoiy tarmoqlardagi shubhali xayriya chaqiriqlariga ishonib, aldanib qolmang. Unutmang, qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Aksincha, sudning qora kursisida o'tirishingizga sababchi bo'ladi. Ogoh bo'ling.